arzon narsalar sotiladi, ya'ni hamda suvenirlar, Malayziya suvenirlari, bagaj, ya'ni arzon bo'ladi bular. Bir xil qimmat ham bo'ladi. Normalda. Uchi yaxshiroq magazin emas, mana shopping komplekslarga borib yaxshiroq kачественный mana brendli narsalarni olsa bo'ladi, ya'ni. Bitta 29 ringgit ekan. Bizda O'zbekistonda bundan ham material yaxshilari arzon. Men O'zbekiston bilan bu yerda ko'p solishtirib ko'rganman. Menimcha bizda ko'proq vibr sezonga qarab material tanlangani uchun juda ham vibr ko'p. Yaxshiroq va arzonroq deb o'ylayman. Chunki bularning ringitini O'zbekistonga, masalan, dollarga aniq ko'rganimda, nima deydi? Ko'rganimda kim O'zbekistonda yaxshiroq edi-da. Shunga bitta jinsi 49 ringgit ekan. 49 ringgitda bo'ladi. 40 nechisi ham 10 dollar bo'ladi. Короче, 100 mingdan oshiq, ancha-muncha oshiq. Mana jinsi emas, mana bunaqalari, ya'ni. Ishton. Jinsilar ham har xil. Futbolkalari 79 ringgitdan bitta donasi, ikkitasi 140 ringgit ekan. Endi uni dollarga hisoblasa bilmayman necha pul bo'ladi. Mana 79 ringgit. Bu brend ekan. Brendi bu original emas menimcha, chunki originallar o'sha qimmat bo'ladi-yu. O'zingizlar bilsanglar kerak. Men nimada savdoda yuradigan bilishadi. Baribir brendga qo'yinglar. Bunaqalar shopping kompleks nimalarda qimmat bo'ladi-da. Versace mana materiali ham issiq. Bu futbolka ichiga O'zbekistonda terlab ketadi-yu. Bilmasam qayerga kiyishadi buni. Balki boshqa shaharlar bordir shunaqa materiallarga moslashgan, ya'ni. Ko'rdinglar? Shokoladlar, keyin shirinliklar olsa bo'ladi, ya'ni. Bunaqa kiloli shokoladlar 35 ringgitdan. Bu marketcha. Detskiy kiyimchalari 39 ringgit ekan. 100 mingga yaqin so'm bo'ladi bo'lganda. Bizda undan ham yaxshi, chiroyli, vibrli yaxshilarini topsa bo'ladi u pulga. Yana ham bilmadim, o'rtoqlar, yana ham bilmadim, chunki ancha bo'ldi men bozorga borib, narx-navolarni ko'rganim yo'q. Chunki bilasizlar, har yiliga oshgan hech bir arzon bo'lib tushayotgan yo'q. O'zingizlar bilsanglar kerak. Mana bir yilgi videolarimni ko'rib qimmat-u deb kommentariya yozishyapti-da. Menimcha hozir, agar hozirgi vaqtga borib qarasa, bundan ham 1 yildan ham oldingi qimmat narxlar bo'lsa kerak, menimcha. Mana ovozimga o'qimanglar yana. Men ham ozgina shamollovdim. Shu tomog'im og'rib, nima bo'lgandi-da, bir kundan beri hali yaxshiman, Xudoga shukr. Shuni ham gapirmanglar. Gapirsanglar ham mayli. Farqi yo'q, e'tibor qilmaymiz. Michael Jackson akani bir nimasi bilmayman, Royal Superstar. Royal Superstar restoranmi, barmi bir nimadir-da. Michael Jacksonda tishini qaranglar. Pastdagi tishi temir tish bo'lgan ekan, tepasi oq-ku, pastdagisi temirmi? Tishi bo'lmaganmi deyman akani. Bu yerda ham ko'chada mana shunaqa sotishadi. Mana prilavkaga qilib qo'yishib olib, mana bittasi 8, uchtasi 20 ringgit ekan.
boyiga 30 qancha ming ringgit yozib qo'ygan futbolkalarni. Malayziyani anavi nima edi? Shu emblemalar tushirilgan. KCC keyin ana bashnaga o'xshash nimalarni qo'ygan uchun hozir o'zlari chiqargandir deb balki. Ishlab chiqarish bo'lsa kerak, shuncha arzondir bular. Mana bular 30 ringgitdan. Как original. Bilmadim, yana ham original emasmi? Mana ketganlarni qaranglar, qanaqa qilib qo'ygan endi. Hozir ishlab chiqarish juda ham ana bo'lib ketgan u. Balki o'zlari tikib ana qilib yopishtirib qo'ygandir. Original emas. Original 30 dollarga, 30 ringgitga original unaqa ana ular yo'q. Sportivniy futbolkalar, ya'ni o'zi magazini bor, nimalarni normalniy narx turadi yerda. Ko'p kiraman, o'zim ham kiraman. Adidas, Nike, hamma mana shu sportivniy brendli nimalar, narsalar, kiyimlari, oyoq kiyimlari, hamma narsalari qimmat turadi, normalniy narx, ya'ni. O'yinchoq magazinchalar mana. Buni ichida polni o'yinchoqlar bor. Kosmetikalari ham bor ekan, mana ochilibdi yangi. Kirganman bu yerga ham. Chiroyli. Menimcha. Fursatda o'tib ketyapman, ichkari kirmayman. Kirayman, ammo kiraman. Mayli, mendan nima ketdi? Endi bir xillarga qiziq bo'lmasligi mumkin-da, o'shani uchun unaqa ko'p men ularni olmayman. Endi bugun hozir lekin yo'llarni, restoranlarni, o'shani ko'p tanglarni aylandim. Chitobi sizlarga video qilish uchun. Videolarimda xato kamchiligi uchun hammadan uzr so'rayman. Meni ko'rayotgan, qo'llayotgan, komment yozib, like qo'yayotganlarga katta rahmat. Игрушный kiyimchalar bor ekan, keyin shu kepkalar mana. Ichini mazzaligini va shunaqa salqin chapkalar bor mana qishga. Ochki. Bu ochkilar original emas, originallari o'zi qimmat bo'ladi. Oddiy ochkilar. Brendli ochkilar 500 dollardan qimmat. $39 ringgit ekan ochkilari. Ya'ni 40 qancha bo'lganda 10 dollar bo'lardi. Tepada ham bor. Ikkinchi etajida yerda ham o'yinchoq, suvenir, hamdaqa bijuteriya taqinchoqlar, har xil. 19 ringgit 90 sent, ya'ni 20 ringgit ekan. 20 ringgitda 50 ming so'mdan oshsa kerak. Hisoblash kerak bularni. Hisoblayotganim yo'q. Mana bu bijuteriyalar mana. Har xil abadokchalar bor. Kosmetikalar mana. Koreyskiy bo'lsa kerak bu menimcha. Yo'q, Xitoymikan a? Xitoy ham bo'lishi mumkin-da. China. Qayerga ekan bu? Qani yozilgan? Os. Maddein yo'q-ku. Indum extract. Qayerga ekan bu? Koreya bo'lsa kerak bu menimcha. Koreyskiy. Ha, koreyskiy kimda nima? Dishevый varianti bo'lsa kerak-da, yo Japanmi? Voy, China ekan, aytdim-ku, China. Mana. Madin China. Kitayskiy, hammasi kitayskiy.
O'yinchoqlari ham, bijuteriya hamma shu ichidagi hamma narsa kitayskiy. Xitoy hamma joyda egallab olgan. Bitta ham bor, rosa shunaqa Xitoylar ko'p, bilasizlarmi? Bechorachi malaylarchi bir xilini uyi yo'qda. Uyi yo'q, ular arendada turadi. Agar bunday surishtirmani o'qisangiz, ana shu arendaga turgan uyi ham mana shu Xitoydiki bo'ladi-da. Xitoyliklar boy, juda ham boy. Puli ko'p, bularning bizneslari mana shunaqa. Pul deb o'lgan ular. Vaqtini, sekundini pul bilan o'tkazadi ular. Shunaqa pul topish bilan, ya'ni. Bechora bir xil malaylar bor, ana qilmaydi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? China. Madde in China. Dishofka bular. Arzon narsalar. Lekin chiroyli narsalar bor. Sen mana shunaqa kosmetik. Xitoy bo'lsa ham yaxshi, unda juda ham yomon emas-da, yaxshiroqlari. Kosmetikachalar. Malayziyada shunaqa kosmetika, parfyum sotadigan mana bunaqa joylar bor-da. Yaxshi anavlari, brendlari ham endi oddiy любой tester qo'yishadi. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Mana. Tester. Hamma nimadan tester qo'yadi. Masalan, nima bo'lsa, ya'ni bemalol ishlatib ko'rib, yoqsa olaverasiz. Hidini ham, duxiylari bor, duxiylarini ham masalan sepib, yoqqanini olasiz. Zo'r magazinlar bor. Erta ham masalan Sephora bor, Victoria's Secret bor. Hamma mamdan yaxshi original brend nimalarni ochib qo'yishadi. Bemalol ishlatib olib ketaverasiz. Xohlaganingizdek. Men bir marta qo'yliqqa bordim. Keyin nimanidir ochdim, ichini ko'rsam maylimi deb ochsam, shunday anu egasi shunaqa menga baqirib tashadi, ko'rsanglar. Xuddi men недовольныйday bo'lib qoldim uni oldida-chi. Xotin dedi. Olmasang nima qilasan? Yo'q, hali, uzr, hali ochmadim. Yo'q, ochgan joyim ana boshqa joy edi. O'zi ochiq ekan, bunday ochib ko'rmoqchi edim. Ochmagandim, bunday olib ushlab bunday qarayman desam, olmasang nima qilasan ushlab deb shunaqa chaqib olsa deylar. Chaqib oldi haligi xotin, voy o'lay dedim, voy o'lay o'zbeklarning ahvolingni qara dedim. Xafa bo'lib ketaman-chi, bir xilda-chi, to'g'risini aytay, O'zbekistonga borsam, odamlarning muomalasidan, sotuvchilarning qilayotgan qilayotgan muomalasidan, gap so'zlaridan cheshni xafa bo'lib ketaman. Gapirgim kelmaydi, borgim ham kelmaydi mana. Ko'p mana bekbarakalarni, bozorlarni borib so'rayman-u, narxlarni ham aytib keting desizlar. Men o'zimga yoqqanda borib gapirib ko'raman. Gapirgan odamga kim olaman? Men unaqa borib bu narx necha pul desam, jirkib tashlaydi meni. Ishoninglar, to'lib ketgan shunaqa jirkib tashlaydigan. Agar necha pul bu deb so'rab olmasangiz, qavog'ini 3 metr qilib oladi sotuvchilar. To'g'risi. Ishonmasanglar borib ko'ringlar. Yana bilmadim, balki hozir o'zgargandir. Ay. O'zbekiston. Bir kun qo'yliqda ana shu kiyim olishga kirdim. Detskiy kiyimcha, endi sovg'aga bir jiyan piyanimga. Voy, ko'rsanglar. Shunaqa anu sotuvchini rangini ko'rsanglar-chi, shunaqa zar to'mayapti-da. Voy, tavba qildim Allohim. Qo'rqib ketdim-chi, qo'rqqanimdan sotib oldim ana shu kiyimchani. Shunaqa nedamonni gapiryapti yana. Sotib bo'lgandan keyin jahlim chiqdi-da, ko'rsanglar. Dedim. Tupoymisan, men olasan deb o'zimga o'sha sotib oldim. Endi oddiyroq edim deb ayt. Soddaroq edim. Hidini, sassiqligini, shu. Mana kopiyasi, brendiviy duxiylarning kopiyasi. Yoqimsiz. Menga uncha duxin hidlari yoqmaydi. Seksisi bor ekan, qani. Seksisi sal normal ekan-u, qani. Yo'q. Bunday yoqimli emas. Mana, ko'ryapsizlar? Bu hali bu oddiy kinani magazini. Nimada? Aytdim-ku, Sephora degan, ya'ni
Victoria's Secret'lar har xil mana bunaqa yaxshi brendoviy qimmat, $100 dan qimmat, eng arzon duxisi mana shunaqa turadigan duxiylarni ochib qo'yadi. Kosmetikalarni qimmat krem, Dior deysizlarmi, Chanelmi, hamma luboyini ishlatib, bemalol surtib, kosmetikalarni olib makiyaj qilib chiqib ketsanglar ham, olmasanglar hech nima demaydi. Agar O'zbekistonimiz bozoriga borib bitta shunday qilib ko'ringlarchi, putinglarga tiyib haydab yuborsa kerak chiqarib do'konidan. Mana sal yaxshiroq ekan, nejniyroq ekan hidi. Lekin menga yoqmaydi bunaqa duxiylar. Kopiyalar yoqmaydi-da. Shu mana bu nima bu? Juda yoqimsiz. Endi hammani har xil vkus bo'ladi-ku. Kimgadir yoqsa kerak baribir, balkim menga yoqmadi. Menga yoqmaydi, chimchi. Miss Sweet qaranglar. Bo'ladi, normal, o'rtacha. Juda ham zo'r va emas. My love ko'raylikchi. Hayda, my love. Buni vanilani hidi kelyapti. Vanila. Sal unday shirinroq ekan. Normal bo'ladi. Mana duxiylar. Hammasi kina. Original emas bular. Hech qaysi original emas. Tufli chang'ari. Bad girl, nice girl degan mana shunaqa atir bor-ku. Shunaqa kopiya qilib chiqarganda. Har xil duxiylar. Pavilion. Shopping mall pavilion. Mana bu. Mana. Hech ham borman bu yerda.